Ko'k spermatozoidlar pushtisi yetsikletka. Ko'ryapsizlarmi? Mana borba spermatozoidov za yetsikletka. Azizlarim, ko'p yildan beri farzand kutyapsiz. Ikkita bachadon nayiz ham yopiq. Nima qilish kerak? Azizlarim, demak, bachadon naylarni o'zi bo'shlig'i otni qilidi, как конский волос. O'shaning uchun o'shani operatsiya qilish uchun yoki masalan sizda IJK bo'lgan, o'shani ochib bering deysiz. Azizlarim, ko'p hollarda, juda ham ko'p foizda bu befoyda hisoblanadi. Ham vaqtingiz, ham pulingiz, ham asablar ketadi. Tushunyapsizmi? Undan ko'ra siz turmush o'rtog'ingiz bilan ekoni o'ylab ko'rishingizni maslahat berardim. Chunki vaqt o'tgan sari erkakda ham, ayollarda ham hujayralar, tuxum hujayralari, spermatozoidlar va tuxum hujayralari sifati buziladi. Ayollarda esa yosh o'tgan sari tuxum hujayralar kamayib ketaveradi. Ularda tug'ilish, bunaqa zavod yo'q, tuxum hujayralari ishlab chiqaradigan erkaklarga o'xshab yil o'tgan sari kamayib ketaveradi. O'shaning uchun ekoni o'ylab ko'ring, azizlarim, vaqtni yo'qotmang. Oliy toifali akushер-ginekolog, reproduktolog xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkolovna. Sog' bo'linglar azizlarim.